Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Fenerbahçe Shomurodov uchun jiddiy kurashmoqda. Fenerbahçe qishki transferlar oynasida o'z tarkibiga hujumchi qo'shib olmoqchi. Klubning Eldor Shomurodovga qiziqish bildirayotgani haqida turk ommaviy axborot vositalarida xabarlar paydo bo'lmoqda. Jurnalist Ersan Serdalning ma'lum qilishicha, sariq lochinlar Shomurodov uchun Istanbul Başakşehirga 6 million yevro hamda yarim himoyachi Fredni taklif qilgan. Başakşehir esa 10 million yevro va Fredni talab qilmoqda. Ma'lumot uchun, o'zbekistonlik forvard joriy mavsum Turkiya Super Ligasida 20 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol urgan. Manchester City o'z rasmiy sahifasida yanvar oyining eng yaxshi futbolchisini e'lon qildi. Shaharliklar oyining eng yaxshi futbolchisi uchun o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, Abduqodir Husanovni oyining eng yaxshi o'yinchisi deb topdi. Ma'lumot uchun, o'tkazilgan so'rovnomada hamyurtimiz Donnarumma va Bernardo Silvani ortda qoldirdi. Hamyurtlarimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.